Men dadamning eng qayg'uli bir parchasi. Men dadamning shirda qahramoni. Shundaq emasmi dada? Ko'zlarim qizarib ketibdi. Yig'ladingmi? Dada, u kechini o'g'lingning tilidan bir anglab baqdim. Shundaq ozodichilik ichida zo'qlangan holatda tabassuming bilan angla. Men tushimda qushlarning qanotlarini qaqqan ovozlarini angladim. Ondan ajoyib bir xushburoq hid atrofni qopladi. Xuddi misk anbarlar sepilgandek xushbo'y edi. Ondan men ko'kda parvoz qilayotgan bir to'p qushni ko'rdim. Qushlar 30 dona bo'lib, ularning hammasi oq edi. 30 dona qush osmon bo'shligiga shahid deb yozdi. Ondan men to'limi yiqimli bir ovozni angladim. Bu ovozni men durut ovozi deymishman. Men ularga yaxshilikdir dedim. Ular yaxshilik dedi. Ularning uchayotgan o'rinlari mening xiyolimda cho'nqur quduqdagi osmonning simosiga o'xshaydi. Ular meni qanotlari bilan ko'tarib osmonga o'rladi. Qanotlarida qon izlari bor edi. Ey Rabbim, xayrlik qilgin dedim. Ular menga "Senmi ushqun, bizdan tez ucha olaysan" dedi. Dada, 30 qush meni bo'shliqqa tashlab qo'yib parvoz qilyotdi. Men ham ko'kda larzon ushgan holatimda shirin tushimdan uyg'onib ketdim. Darvaqa men shu topda vatanni qor bosadigan bir kunda uyg'ongan ekanman. Men o kecha osmon yulduzlarini o'g'irlab yudib mangan xoin yuzlarni ko'rdim. Ularning ruhlari o'lgan edi. Dada, sening o'g'ling qo'rqinchaqmi? Qo'rqinchaq emas, hargiz qo'rqmadim. Men qo'mondan Zakayiga telefon qildim. Qo'mondan menga: "Umar, bu o'rin sening shon sharifing. Men kelganga qadar shon sharifingni qo'g'da. Zurur tepilganda u vatan xoinlarini etivatdi. Umar, vazifang tugaganda sen shahid bo'lishing mumkin. Mendan rozi bo'l" dedi. Qo'mondanning shahid degan so'zini deyishi bilan quloq tuyimga yilqi qushlarning qanot qoqqan ovozlari keldi. Ammo bu bo'layotgan ishlar tushum emas, reallik edi. Intayin sezgur edim. Hujramga ajoyib bir rohatlik xushburoq taraldi. Dal shu chaqda ajoyib bir ish yuz berdi. Qo'llarim va yelkam xuddi po'latdek qattiq bo'lib ketgan edi. Go'yo o'zim yolg'iz butun dunyo xoinlari bilan jang qila oladigandak kuchlik, irodalik ham tambal edim. Men vatan xoiniga burilib qaradim. Orqasida yuzlari qop-qora odamlar turardi. Ular shu topda bir mardoni shirning oldida turgan yovuz chil bo'rlarga o'xshaydi. Men ularni kirgili qo'ymadim. Men qoralimda numussiz bosh xoinning maydasiga o'qizdim. Ular menga yo'pirilib keldi. Dada, yiliqi qushlarni yana ko'rdim. 30 dona qush qanotlarini qaqqan peti shiddat bilan kelib mening badanimga o'zlarini urmoqda edi. Qanotlarida qonning izi, durut ovozlari osmonni nurga to'ldirgan edi. Tasvirligisiz bir xushburoq hid butun badanimga taraldi. Cho'nqur quduqda osmonning simosi, ko'k, bulutsiz va jimjit. Vücudumda huzur, cheksiz bo'shliqda osmonda ketyapman. Ammo qushlar to'pi meni ilib mangmidi dada. O'zim uchyapman. Uladimmi tez uchyapman. Men shahid bo'ptiman dada. Men yolg'iz emas, yangi askarlar orasida, shahid askarlar orasida dada. Nima ish bo'lganligini bilamsan? Eng suyumli iftixorimiz, dunyo va oxiratning eng hurmatli toji, insoniyatning axloq ulgusi, barliq payg'ambarlarning sardori, 8 jannatning tunji mehmini, Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam mening peshonamga so'ydi. Dada. Ham shahidlarga mundaq dedi. Qarindishinglarni tabriklanglar. Ular mening g'erib shahidlarim. Chunki sizlar dushmanlar bilan jang qilib shahid bo'ldinglar. Ular bo'lsa, qarindosh bilgan xoinlar bilan jang qildi. Sizlarning qurolinglar bor edi. Ammo ularning quroli yo'q edi. Sizlar tanklar bilan jang qildinglar. Ular o'z tanklarining ostida yanjildi. Sizlar aeroplanlar bilan dushmanlarga bomba etayotganda shahid bo'ldinglar. Ammo ular o'z aeroplanlari tarafidan tashlangan bombalarga mardlarcha ko'kraklarini ochdi. Bular mening g'eriblarimdir. Qarindishinglarni tabriklanglar, dedi. Dada, millatimizga degin.
qizil bayroq lapildigan har bir yerda biz bor. Qo'mondanimga degin, sharifimizga dog' tekkizmidim. Mehribonim onamga, umaq bolalarimga, mungdushim ayolimga, suyimli qarindoshlarimga degin. Umar sizlarga bir vatan qoldirib ketdi degin. İftixorlik bilan bu vatan bizning deyalaysizlar. Chunki men badal to'ladim. Dada, men o'g'lim Ertuğrulga vatan uchun o'lishni o'rgatdim. Xuddi sen menga o'rgatgandek. Endi sen onunla vatanimiz uchun yashashni o'rgatgin. Bu vatan sizlarning dada. Faxrlik dada, hurmat bilan qo'llarimga so'yima. Men dadamning eng qayg'uli bir parchasi. Men dadamning shirdek qahramoni. Men vatanimning faxrlik o't yurak o'g'loni.